Asosiysi bolajonimiz hozir matkani ichida. Meshingiz bo'yicha 5-6 haftalik bo'lishi kerak ekan. Может, ovulyatsiyasi kechroq bo'lgandir. Может, o'zi kechroq ko'targandirsiz. Hozircha kichkina 4-5 haftaga to'g'ri kelar ekan. Xudo xolasa, ikkita o'g'lingiz bor ekan. Allohim bersin, qiz bo'lsin. No, o'g'il bo'lib qolish ehtimoli borroq. Ozgina 100% demayman, lekin statistika bo'yicha oladigan bo'lsak, ehtimoli bor. Endi yaqinlashib qarasak, buni qaraysiz, bolajoningizni o'sha yurak urishi boshlabdi. Juddala yashashni xohlaydigan bolajonniki 5 haftadan o'sha yurak urishi boshlaydi-da. Sizga xuddi shunaqa, judayam yashashni xohlayapti. 5 haftalik bo'libdi haqiqatan ham. Yurakchasi o'sha urishni boshlagan. Желточный мешокchangiz ham bor, serдцебиенияsi ham bor.